Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Bu topib qo'ygan narsam bor-ku, sizlarga Xudo xolisa har yopganingizda duo qilasizlar. Chunki buni tarkibi 70% paxta, 30% soya paxtasi bo'ladi. Bu degani naturalniy. Kir moshinaga bemalol kirgizib olasizlar. Ranglarini ko'ryapsizlar. Chokki sochli ranglar. Yupqaligini ko'ringlar. Mana qavilgan bo'ladi. Bemalol kir moshinaga tiqasizlar. Eng qizig'i buni razmeri 240 ga 220. Juda ham katta bo'ladi. 2 kishiga bemalol yetadi. 240 ga 220. Eslab qo'yinglar, bunaqa razmerli pakrival juda ham kam bo'ladi. Buni bir kishiligi ham bor, 2 kishiligi ham bor. Xo'p, narxi eng qizig'i 350 ming so'm 2 kishiligi, 320 ming so'm 1 kishiligi. 1 kishilik bilan 2 kishilikning o'zi razmerida javna katta farq qilmaydi. Uzunligi bir xil bo'ladi, eniga farq qiladi. Lekin buni sifati juda ham zo'r. Yupqa, konditsionerlarda, uyda yozgi ishlatishga juda ham zo'r narsa. Men ochig'ini aytaman sizlarga, ranglari bo'yicha, sifat bo'yicha afshu zo'r narsa.